Hop, bir. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bu bola judayam bir salom deydi-yu endi. Musulmonchilikda salom beradi-da, nima qilaylik endi. Hol so'rashdi endi. Har bittalarga bittalab yozolmaganligim uchun umumiy qancha ko'paytsam o'zi asli shuncha kam. Ustimdagi e'tibor bermaysizlar, qora yog'ayotganini bilintirib dedim. Qora yog'yapti, o'shancha bilintirib qo'yish kerak. Yaqinda pullarni olib turib sochsam hayron bo'lmaysizlar. Tilla oqib beradigan bo'lsa. Keyin nimalarga e'tibor beramiz? Nima bo'lib ketdi o'zi tilla? Kecha yaxshi atkat berdi, minimum sindirdi. Men ko'rmay qoldim. Trend kichik bo'lsa, trend buzilgandan keyin bozor atkat berdi va kuchli bir ikkishdan bitta pastga qarab turib oqim paydo qilib berdi. O'zi bunday qaraydigan bo'lsak, juda ham bir qiynaydigan narsa yo'q bu yerda. Agar Fibonacci'da tortadigan insonlar Fibonacci'ni tortadi. Fibonacci tortgandan keyin o'z mana bu nuqtadan tortilishi kerak edi. Aslida kecha trend buzgandan keyin 38 da reaksiya beryapti. 161 ga bormasdan bozor qaytyapti va Fibonacci'ni biz ikkinchi marta mana bu nuqta bilan tortishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun bu nuqta? Chunki bu уже bizda qo'llab-quvvatlaydigan podдержка zona bo'ladi. Agar katta traderlar, balansda katta traderlar bo'ladigan bo'lsa, mabodo agar mana shu nuqtadan sellga bitim ochadigan bo'lsa, stop lossni o'sha zonani, podдержка zonani, qo'llab-quvvatlash zonani yuqori qismiga qo'yadi. Chunki mana bu nuqtaning tepasiga qo'yadigan bo'lsa, salkam 500 pips bo'lib ketyapti. Bu albatta juda ham katta stop loss. Agar stop lossni sal yaqinroq turib, kirgan nuqtasidan teparoq qiladigan bo'lsa, masalan 150, 160 yoki 170 patolog pipsgacha stop toptir, bemalol o'zi sellga kirishyapti. Sellga kiradigan insonlar kirib savdo bitimlarini boshlaydi. Endi davomiy sellga ketish uchun albatta bizdagi low, ya'ni 100 zonamiz ikkinchi marta buziladi va bu nuqtadagi kelgan 161 zonamizga ikkinchi marta yana kasaniya qiladi. Ikkinchi marta kasaniya qilgandan keyin bizda pastda bozorda bundan oldingi nuqtamizdagi maksimum high nuqtamiz bor. Bu bizdagi 4700 narxdan 4680 narx oralig'igacha bozor shpilka berishi mumkinligini va mana shu yerdan yana kichkinagina tepaga reaksiya qilish ehtimoli borligini ko'rsatib beradi. Agarda shunday bo'ladigan bo'lsa. Endi davomiy baygachi mana selni tushunyapmiz. Hozir juda ham chiroyli turibdi. Qo'llab-quvvatlash zonadan selga harakat qilib ko'radi bozor. Bayga davom etsa-chi, agar bayga davom etadigan ssenariy bo'lsa qayerdan bilamiz deydigan insonlar uchun mana bunaqangi o'chiramiz deb bizda yuqori zonadagi kanal shakllanyapti. Shpilkasini oldim chunki borligi uchun, shu nuqtaga atkat berganligi uchun mana bu nuqta bo'lyapti. Endi bozor atkat bergandan keyin mana kanalni o'ziga urilib turib ham qaytish ehtimoli bor. Mabodo o'ziga endi agar tepaga uriladigan bo'lsa, yo'q, kanalni yorib yuboramiz deydigan bo'lsa, yuqori kanalda buzilishi bozordagi mana bunaqangi aniq narx bozorda hosil qilishi, mana bunaqangi aniq narx hosil qilishi va bozorda har qanday atqatni reaksiyasidan uzoq muddatli yana bir marta vaga kira olish. Chunki bundan keyin qatgacha borishini hech kim bilmaydi. Balki 4900 chiqar, 4950, 5000, 5100, 5200, 5300 narxlarga chiqib ketishi mumkin. Agar shunaqa chiqib ketadigan bo'lsa-da, kutsa bo'ladi. Uzoqroq muddatga bemalol analiz qilishingiz mumkin. Ya, endi kimlar aytishi mumkin, mana bu yerda likvid yechib ketadi, shpilka. Mo'jiz shunaqa ehtimoli ham bor, lekin hozir iqtisodiy tang ahvolda bo'lganligi uchun likvid uchun harakat qilmaydi bozor. Agar likvid uchun harakat qilganda va bozorda mana bu gaplar qolib ketgan e'tibor beradigan bo'lsa, shu gaplarni aslida qoplab berish kerak edi bozor yoki pastdagi likvidlarni yechish kerak edi bozor. Endi bayda mana shu holat ketganda Fibonacci'ni xuddi o'sha ssenariy teskari Fibonacci tortiladi. Ya'niki mana shu yerda qilgan analizimiz, ya'ni mana bu yerdan atkat beradigan bo'lsa, mana bunaqangi ssenariyni olib turib, bayga ssenarisini tortsagan bo'ladi. Hozir bunday qilib qo'ying. Shu qatta paydo qilib beradigan. Yoki mana bu nuqtadan ham bemalol tortsak ham xato bo'lmaydi. Mana bunaqangi Fibonacci tortadigan bo'lsak. Va o'sha holatida birinchi chiqishi mumkin bo'lgan nuqtasida bemalol mana bu yerda 161 8 zonani 123 shpilka bo'ladi. Mabodo likvid yechiladigan zona uchun 123 zonada shunday shpilka berib turib qaytadigan bo'lsa, 100 zonani o'ziga shpilka zona bo'ladi yoki shunchaki 161 ni o'ziga chiqadigan bo'lsa ham bu yerda ham aniq narx ko'rsatib beryapti. 4970 narx oralig'igacha bozor shpilka bo'lishi mumkin bo'lgani 194 zona. Kimdirlar Fibonacci'da bo'lmaydi mana shu ikkita zona 123 bilan 194, ya'ni shpilka zona sifatida qabul qilinadi. O'sha zona bu yerda 5000 narx bo'lyapti, 194. Atek 161 aniqroq bo'ladi tan narxi bilan bo'lgan holatida, ya'ni D1 time frame holatida. Demak, buy qayergacha borishini bildik, sellni qayergacha borishini bildik. Qisqacha fikrimizdan mana shunday iborat bo'ladi. Yana bozor tahlil qilishni davom etamiz. Reaksiya bosib qo'yasizlar.